Assalomu alaykum hammaga. Hozirgi kunda yaxshi yurib turgan bizneslardan biri bu taksopark ochish, taksi programma bilan shug'ullanish, taksi biznesi bilan shug'ullanish. Xo'p, bu biznesda endi hozirgi kunda ko'pchilik qiziqadi. Misol uchun daromad yaxshi. Qanday daromad yaxshi? Aytaylik, mana siz hisoblang. Oddiy bir tumanda kunda 10 mingta zakaz bor. 10 mingta zakaz bor. 2-3 ta yaxshi degan taksilar bor. Misol uchun Real taksi, qayerdadir My taksi, qayerdadir Yandex, boshqa taksi. Endi mana shu taksilarda har bittasida aytaylik kunda 3 mingtadan 4 mingtadan zakaz bor. 3-4 ta taksi mana shu 10 mingta zakazni bo'lib olyapti. Bu degani har bitta zakaz примерно hisobga oladigan bo'lsak 6 ming so'm, 8 ming so'm yoki 12 ming so'm, 15 ming so'm bo'lar. Siz bu taksoparklar standart 10% dan oladi. 10% dan oladigan bo'lsa har bitta zakaz 1000 so'mdan to'g'ri keladi. Ya'ni kunda agar 10 mingta zakaz bo'lsa, shu tumanda 10 million so'm tushum bor degan. Realni sof daromad. 10 ming so'm sof daromad bor. Buni endi 3-4 ta taksopark 3 million, 4 milliondan bo'lib oladi. Qaysi kattaroq tumanlarda 15 mingtagacha zakaz, kichikroq tumanlarda 8 mingtagacha zakaz bor. Xo'p, endi men qiziqtirayotgan narsam, bizning taksi dasturimiz bor. Biz juda ko'pchilikka 30 dan ortiq joyga taksilar sotganmiz. Bundan 20 dan ortiq ishlayapti. Buning ichida yurgizib olib, biznesini zo'r qilib yurgizib olganlar ham bor, yurgizolmayotganlar ham. Endi yurgizolmayotganlarni hisobini olamiz. Ular nimaga yurgizolmayapti? Misol uchun bu biznesda eng katta siridan biri bu taksistlarda yo'qligi. Ya'ni agar sizda mana shu taksopark ochish, taksi biznesiga qiziqish bor, lekin mana shu biznesda qanday yurgizsam ekan, bu biznes mengami, menga emasmi degan savol. Agar siz 10 tadan oshiq yoki ishlashib 20 tadan oshiq shofyor tanishlaringiz bo'lsa, shofyorlarni jalb qila olsangiz, ya'ni aytaylik, qurugingiz bilan, o'z oshnalaringiz bilan bir haftada bir o'tirmaysiz, lekin shofyorsiz, taksi liniyada ishlaysiz, o'sha taksistlar bilan juda inoqsiz. Haftada bir oshingiz bor, gapingiz bor, to'yingiz bor. Demoqchimanki, asli shofyorlar bilan bir joyga o'ynagan bo'lasiz. Shofyorlar bilan chiqishasiz, shofyorlar bilan bitta ish qila olasiz. Ular sizni qo'llab-quvvatlaydi. Siz shunaqa odamsiz. Xuddi sizga o'xshagan odamlar uchun bu biznes juda ham yaxshi biznes hisoblanadi. Bizda juda ham bir arzon variantlar bor. Misol uchun, endi ish boshlagan, mana shu ishni boshlaganlar uchun ijara variantini qilib berganmiz. 1,5 milliongacha qilib beramiz. O'zi asli narxi 2 million, 1,5 milliongacha narxini qilib beramiz. Ya'ni 2 kishi bitta bo'lib bir 15 ta 20 ta odamni jalb qila olsangiz o'zingizga, ya'ni taksist bo'lsangiz, birgalashib tumaningizda shu biznesni yo'lga qo'yib yuborsangiz bo'ladi. Son programmamiz sinovdan o'tgan. Play marketda muammo yo'q, soliq tizimida muammo yo'q. Ozgina reklama qilib yopishtirish kerak. Telegram, Instagramda Telegram reklama qilish kerak. Keyin shu 20 ta shofyor shu taksida ishlash kerak. Agar sizda 20 ta shofyor shu taksida ishlab beradigan bo'lsa, siz Yandex bo'ladi, Real taksi bo'ladi, My taksi bo'ladi, boshqasini klientini qatera qilib olib qo'yasiz. Ya'ni tumaningizda 10 mingta zakaz bo'lsa, shuni 4 dan 1 zakazini, 3 dan 1 zakazini siz olasiz. Aytaylik, 1000 ta zakazgacha siz kunda 1 million tushum bor. Bu degani ikkita dispetcher qo'ying. Dispetcherlaringiz agar zakaz ko'payib borgan sari oyligini ko'tarib boradi. Bitta dispetcher qo'yingiz, server to'lovi bor, ya'ni dastur xavfsiz bo'lgan server to'lovi bor, 400 ming so'm, 1,5 million so'm ijara to'lovi bor. Mana 2 million bo'ladi. 2 million 3-4 oy ichida 20 ta shofyor sizda turib bersa, siz reklamani o'z tumaningizda Telegram kanallarida bosing, bu biznesni yurgizib olasiz. Yurgizib olgandan keyin agar sheriklaringiz bir-biri bilan kelishuv yaxshi bo'ladigan bo'lsa, hech qachon sinish bo'lmaydi. Agar sherigingiz bilan kelishib tursangiz, boshqa
shunaqasini ham ko'rganmiz. Taksi zo'r yuryapti, biznesi zo'r o'syapti, lekin sherigingiz bilan kelishilmay qoldingizmi, ishingiz orqaga ketadi. Sinib ketasiz. Yana nima? Taksiga biznes bo'lmasligini degan gap. Naborot yaxshi bo'lyapti. Hozir mana taksiga nima qo'shyapti? Labo xizmati qo'shyapti. Taksiga nima qo'shyapti? Damas xizmatini qo'shyapti. Tumanlarda shuna qilib yaxshi yurgizadilar bo'lyapti. Sizlar bunday yurgizasiz. Agar kimga taksiga qiziqish bor, 15 ta 20 ta shofyorni bog'lash, ya'ni hamda ham jihatlikda ishlash qo'llayotgan bo'lsa, siz mana shu biznesda yurgiza olasiz. Biz nomerlarni